Musibat ne'mat deyilyapti. Musibat ne'mat deyilyapti. Parvardigor boshimga musibat solmagin deb duo qilamiz. To'g'rimi? Musibatdan panoh tilaymiz. Lekin musibat kelaveradi. Shu musibatning nima ekanligini tushunsa, mo'min banda hatto musibatida ham xayriyatga ega bo'ladi. Mana ko'rib chiqamiz. Bu musibatlar qanday qilib ne'mat bo'ladi bizga. Inson ijobiy narsalarni yaxshi ko'radi. Salomat bo'lishini, boy badavlat bo'lishini, muammolar yo'q bo'lishini yaxshi ko'radi. Ammo faqir bo'lishini yomon ko'radi. Farzandsizlikdan alamlanadi. Mo'min banda zohiriy ne'matlarni anglab ko'rganidek, bilganidek, botiniy ne'matlarni ham anglashligi kerak. Qanday qilib anglaydi? Qanday qilib botiniy ne'matlarni anglaydi? Ko'rgandan keyin bir ish bo'lib bo'lganidan keyin u xabarni tekshirib qo'yishlik bir paslik. Eshitdinglar, manaqa bo'pti, eshitdik. Bundan so'radingiz, guvohlikka o'tishdi. Bo'ldi, tushundim, demak bo'pti. Xabarni aniqlashlik oson, ammo nima uchun shunday bo'lganligini bilishlik qiyin bo'ladi. Mo'min odamning qo'lida, huzurida kitobi sunnat bor. Va mana shu kitobi sunnatni bergan ilmi, ma'rifati nuri bilan bo'lgan ishlarni tahlil qila oladi. Misol shuki, mashinangiz yurib ketyapsiz, yog' ozayib ketdi-da, qizil chiroq yonib qoldi. Ya'ni xabarni ko'rdingiz, aniq ravshan. Chiroq yonib qoldi. Nimaga yonganini bilmaysiz. Ketaverasiz. Keyin nima bo'ladi? Motor stul beradi. Ushab qoladi. Katta chiqimga tushasiz, safaringizdan qolasiz, maqsadingizga yeta olmaysiz. Demak, bu chiroq yonganini ko'rishlik bitta narsa, nima uchun yonganligini bilishlik ikkinchi narsa. Ana shu hayotimizda bo'layotgan musibatlarni qizil chiroq deb qarasak, nima uchun bo'lganligini bilsak, motorimiz tuv bermaydi. Fikrni tushundinglarmi? Biz ustimizga kelgan shiddat, makruh va mashaqqatli ish bu qizil chiroq. Qayerdadir xato ketdik, shu narsa bizga belgi bo'ldi. Ha, yonib qopti deb ketavermaydi. Nimaga bunaqa bo'ldi deb tahlil qiladi. Mo'minning boshqalardan farqi shunda. Kitobi sunnatning nuri bilan mana shu ishlarni sababini, hikmatini anglaydi. Shuning uchun aytiladiki, bir kishining ustiga musibat kelsa, shu musibat shu odamga dars bo'lmagan bo'lsa, bu odamning bu holati boyagi musibatdan ko'ra yomonroq musibat. Tushunali yo'lda? Bir marta qoqildi. Shu qoqilishi dars bo'lmadimi? Demak, bu odamning musibati shunday kattaki, bu qoqilish narsa emasda. Ko'r hassasini narsalarni ko'raverma, telefonni har xil odamlarga beraverma, har xil narsani ochib ko'raverma deydi. Xo'p deydi, bir marta qoqildi, adavini yedi. Kerak emas narsani ko'tarib ushalib qolib muammo bo'ldi. Keyin nima qilaveradi? Demak, yaxshi otga ya'ni kelgan musibatni banda to'g'ri tushunmasa, Alloh taolo unga bir risolat belgi qilib yuborgan edi. Agar musibatni Alloh undan kutgan narsada tushunmasa, albatta bu katta balo bo'ladi. Robbimiz bizni tarbiya qiladi, chunki Robbul alamin, Ar-Robb, tarbiya qiluvchi. Mana shu musibatlar siz bilan uchun tarbiya. Alloh taolo bandalariga qiladigan muomalasi. Birinchisi bayoniy hidoyat. Alloh taolo hidoyatini bildiradi payg'ambarlar orqali, o'zini kalom orqali. Banda uchun shuni qabul qilish yaxshi. Alloh taolo aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi va lir-rasul idza da'akum lima yuhyikum." Mana da'vat. Ey mu'minlar, Alloh va uning payg'ambari sizlarni abadiy hayot beradigan narsaga, dinga da'vat qilar ekan, uni qabul qiling. Mana bayon. Payg'ambar sizlarga ikki dunyo saodatini beradigan narsani olib keldi, qabul qilinglar. Qabul qildi, banda yutdi. Agar qabul qilmasa, Alloh tomonidan tarbiya berishlik boshlanadi. Lanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Hidoyat keldi, qabul qilmadi. Endi keyingi bosqich. Nima u? Albatta biz ular
kufr isyonlaridan qaytishlari uchun ularga ulug' azobdan ilgari yaqin azobni, dunyo azobini toptiramiz. Allohda ko'rsatmasini qabul qilmadi, Alloh taoloda endi sinov imtihonlar keladi. Boya mana aytdik, oshqozonini davolayotgan bemor banisada tabibni ko'rsatmasiga rioya qilsa yaxshi bo'lib qoladi. Rioya qilmadi. Yema degan narsani yedi. Xo'p, bu bayoniy ko'rsatmaydi. Muammo narsalarda qiling, mana narsalarda qiling dedi. Qilmadi, oshqozoni yorilib ketdi. Endi nima bo'ladi? Endi nima bo'ladi? Operatsiya stoliga yotkazadi-da, qonini yoradi endi. Yaxshilishi qilmadingizmi? Endi nima bo'ldi? Endi bu yoqqa mashaqqat. Robbimiz ham birodarlar mana shunday munosabat qiladi siz bilan bizga. Oyat qarangda. Ma yaf'alullohu bi'azabikum in shakartum va amantum. Ey bandalar, agar sizlar shukr keltirib iymonni qabul qilsanglar, nima qiladi Alloh sizlarni azobni? Nima Alloh taoloni azoblashligi Allohga, Robbimizga kerakmi? Azoblashi bizga kerak bo'lyapti. Chunki nima qilmayapmiz? Nima qilmayapmiz? Sovuq suv ichma bolam deysiz. Kanatdan borib shuni ichib oladi. Sovuq suv ichma deysiz. Bayon qildingiz, hidoyat qildingiz. Ammo ichdi. Keyin nima qilasiz? Endi ukolga olib borasiz. Ichma deyotganingiz ham mehribonlik edi. Endi ukolga olib borishingiz ham nima bo'ldi? Bu ham mehribonlik bo'ldi. Demak, banda Allohni, payg'ambarning chaqirig'iga ijobat qilsa, shu musibatlardan omonda bo'ladi. Ikkinchisi, tarbiyaviy ta'dib. Agar Allohning ko'rsatmasini qabul qilmagan bo'lsa, ikkinchi bosqichga o'tadi. Bu endi adabini berish bizatildi. Adabini berishlik. Albatta biz ularni o'z kufr isyonlaridan qaytishlari uchun ulug' azobdan ilgari yaqin, ya'ni shu dunyodagi azobni torttiramiz. Birinchisi bayon, ikkinchisi adabini berish, uchinchisi istidroj. Ya'ni vaqtincha nima qilish? Foydalantirib turishlik. Allohning ko'rsatmasi keldi, qabul qilmadi. Musibat kelmaydi ayrimlarga, bilasizmi? Hech narsa bo'lmaydi. Tuhmat qilsa ham zo'r. Biroda haqqini yesa ham bir joyi og'rimaydi. Bironta nimasi yo'q, muammosi yo'q. Bu istidroj deyiladi. Shuning uchun bir banda Allohni man qilgan ma'siyatlarga sho'ng'ib yotganida ham ustiga hech qanday sinov, mashaqqat kelmayotganligini ko'rsa, xushyor bo'lsin bu odam. Bu istidroj deyiladi. Istidroj nima edi? Ko'tarib turib yerga chopish. Qancha baland ko'tarsa, shuncha qattiq tushasiz yerga. Falamma nasu ma dukkiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay. Alloh taolo bir qavmda aytayapti. Endi ular o'zlari uchun eslatma qilib berilgan narsani unutgan vaqtlarida ularga hamma narsaning eshigini ochib qo'ydik. Qabul qilmadi, kufr isyonida turib oldi. Alloh taolo hamma yaxshiliklar eshigini ochib qo'ydi. Bular zo'rligimiz uchun ochib qo'ydi deb o'yladi, lekin nima edi bu? Demak, birinchisi hidoyat bayoni, ikkinchisi adabini berish, xatosiga jazo berishlik, uchinchisi istidroj, to'rtinchisi endi vayron qilish, halok qilishlik. Bayoniy hidoyat ijobat qilish uchun komil imkon edi. Adab berish, tavba qilish uchun komil imkon edi. Istidroj, shukr keltirish uchun komil imkon edi. Foydalanmadimi? Endi nima keladi? Endi vayron qilishlik keladi. Endi o'zlari uchun eslatma qilib berilgan narsani unutgan vaqtlarida ularga hamma narsaning eshiklarini ochib qo'ydik. Istidrojida endi yerga urish, endi chopish, endi ko'tarib. Qachonki o'zlariga berilgan narsalar bilan shod turganlarida ularni to'satdan ushladik. Alloh taoloning ilohiy adabiga duch kelish Alloh taoloning ilohiy adabidan uzoq bo'lishdan ko'ra yaxshiroq. Chunki musibat kelsa tavba qilasiz. Musibat kelsa gunohingiz yuviladi. Musibat kelsa ko'zingizni ochasiz. Endi agar shu musibat kelmasa-chi? Qoningiz bo'lsa Alloh deysiz. Pulingiz bo'lsa Alloh deysiz. Qarz bo'lsa Alloh deysiz. Demak, hech qanday muammosi, musibati bo'lmagan odamga Alloh deyishlikka nima yo'q? Alloh Ar-Rob, tarbiyat kunanda bandalarni tarbiya qiladi. Nima bilan? Musibatlarni berishlik bilan. Agar inson shu musibatda Alloh tomonidan kelgan risolat, xabar, bildiruv ekanligini tushunsa, albatta bundan foyda oladi. Agar beparvo endi 15 qorong'i bo'lsa 15 yorug' deydi-yu.
Bu noto'g'ri tushuncha. Mo'min odam unga bir musibat kelganda darrov orqaga qaraydi. Qayerda xato ketuvdimikin? Qaysi qilgan xatoyim uchun bu jazo bo'lyapti-kin? Orqani qaraydi. Demak, mo'min odam unga kelgan musibatni Robbisidan kelgan bir signal deb tushunadi. Qayoqqa qaraydi? Orqasiga. Ehtimol onasini norozi qilib chiqqan. Ehtimol biror dilni ortib kelgan. Agar shu nuqtai nazardan musibatlarga qarasa, musibat uchun mukofot bo'ldi. Qaytib nima qilmasin? Onasini dilini ortmasin, qaytib birodar haqqini. Demak, ilohiy adabga ro'baro bo'lish ilohiy adabdan uzoq bo'lishdan ming marta afzal. Ilohiy adabga itoat qilsak, bizni ikki dunyoda xayriyat kutadi. Ikki dunyoda. Demak, Alloh taolo bandalarini gunohlarni yuvishlik uchun, ularga ta'lim berishlik uchun, ularga odob berishlik uchun nima qilar ekan? Musibatlarni berib turadi.